Agar sizda ko'chib yuruvchi og'riqlar qiynayotgan bo'lsa yoki shu yozgi kunlarda isib ketib, yurishga ham holingiz yo'q, o'zingizni zo'rg'a ko'tarib yurayotgan bo'lsangiz, charchoq sizni qiynab qo'yayotgan bo'lsa, yoki saharlarda namozga uxlab qolayotgan bo'lsangiz, yoki ishga borib kelib uy ishlariga umuman yaramayotgan bo'lsangiz, oyoq, qo'lingiz, bellaringiz qaqshab og'riyotgan bo'lsa, men sizga payg'ambar alayhissalom muborak hadislari tavsiya qilgan qora sedanani tavsiya qilaman. Qora sedana asal, zaytun moyi qo'shib tayyorlangan, uni taqvo asosida yuvib, juda ham bir yaxshi holatda tayyorlangan mahsulotimiz tavsiya qilaman. Bu mahsulotimizga ko'plab shifo oyatlari hamda Yasin surasi 40 marta jonli o'qib ruqiya qilingan uchun sizni birinchi ichingizdagi ko'chib yuruvchi og'riqlaringizni ziyondan bo'lsa, sehrdan bo'lsa, nazardan bo'lsa, shulardan tozalaydi va barcha dardingizga kifoya qiladi.